Assalomu alaykum. Har hammaga ham yaxshi arkadaşlar. Nasılsınız, iyisiniz? Umarım iyidirsiniz. Bugun turk tilidan birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib, xo'sh, sertifikat turlari. Sertifikatlar mavjud. Ya'ni birinchi bo'lib maqsaddan boshlashimiz kerak. Ya'ni bizni nimalar kutyapti ertaga. Qanaqa imtihon turlari bor? CFR, TES haqida tushuncha. Buni yozib qoldirganman grupga. Ya'ni boshladik. Sertifikat, ya'ni yorqin kelajak sari ilk qadam bu sifat, ya'ni turk tilidan seferdan boshladik. Qanaqa bo'limlarda imtihon topshiramiz va ichki qanaqa, ichki tizimlari qanaqa. Umuman sefer tizimida, umuman tillar tizimida, xorijiy tillar tizimida 4 ta bo'limda imtihon topshiramiz. Eshitish, o'qish, yozish hamda gapirish bo'limlari. Turkcha nomlari dinlama, o'qima, yozma, konuşma. Shu 4 ta bo'limda imtihon topshiramiz, ya'ni sertifikat uchun. Listening, writing, speaking bo'limlari yani. Xo'p, sefer tizimida qanaqa bo'lyapti? Dinlama bo'limi bizga savollar beradi. 35 dona savol beradi ertaga imtihonga. 60 daqiqa vaqt sarflaysiz. Majburiy ballari sefer uchun emas. Keyin tushuntirib beraman, tayinli amal qiladi. Dinlama bo'limi bizga 75 ball beradi. 35 ta savol. Shuning uchun ABC test uchun olib. Ya'ni o'qima bo'limi, o'qish ya'ni bu ham dinlama bo'limi singari 60 daqiqa davom etadi, 75 ball beradi. Dinlama bo'limida eshitib turib testni yetsak, o'qima bo'limida o'sha matnni o'qib turib, tushunib turib yetishimizga to'g'ri keladi. Yozma bo'limi esa yozma bo'limi 2 bo'limdan iborat arkadaşlar. Birinchisi kompozitsion, ikkinchi bo'lim elektron pochta bo'limi. Kompozitsion bo'limida 40 daqiqa vaqt sarflab 250 ta so'z yozishimiz kerak. Kompozitsion bo'limi bizga beradi 50 ball. Elektron pochta bo'limi esa 20 daqiqa vaqt sarflab 150 ta so'z 25 ball beradi. Sefer tizimida hozirgi kunda. Demak, yozma ham 75 ball beradi. Kompozitsion nima? Kompozitsion bu barchamiz o'qishlarda yozgan inshoimiz. Ya'ni bitta mavzu asosida murakkab rejalar bilan yozilgan, ya'ni dunyoqarashimiz hisoblanadi. Elektron pochta esa rasmiy davlat idoralariga yozilgan ariza, shikoyat xati, ya'ni rasmiy maktub, rasmiy xat hisoblanadi. Ya'ni xo'p, ikkalasi qo'shib 75 ball berdi bizga. Konuşma bo'limi, gapirish bo'limi seferda 3 bo'limdan iborat bo'ladi hozirgi kunda. Savollar soni 10 ta 15 minut vaqt sarflaysiz. Bu ham 75 ball beradi bizga. Demak, har bitta bo'lim 75 balldan beryapti seferda. Ma'lumot o'rnida O'zbekiston sefer imtihonlarida konuşma bo'limi kompyuter, ya'ni notebook bilan o'tkaziladi. Inson bilan yuzma-yuz gaplashilmaydi. Qolgan imtihonlarda esa yuzma-yuz gaplashasiz. Og'zaki imtihonda. TES sertifikati qanaqa? TES bu qisqartma nomi, turkcha yetarlik sinovi uzun nomi. TES bu turk tilidagi IELTS, ya'ni dunyo tan olgan sertifikat hisoblanadi. Biroz farqi bor, ozgina farqi bor. Dinlama bo'limida seferda 35 ta savol bo'lsa, TESda 40-45 ta savol bo'ladi. Sarflanuvchi vaqt 60 daqiqa bir xil. Majburiy balli bor buni. Buni tushuntirib beraman. Umumiy ballari 25 balldan beradi har bitta bo'lim bizga. Yozib qo'yilgan jami ballari. Seferda 75 balldan beradi. Xo'sh, dinlama bo'limi TESda bir marta qo'yib eshitiladi. Bu yomon degani. Seferda 2 marta qo'yib eshitiladi. Seferda afzalligi shunda. Qolgan jihatlari deyarli bir xil. Yozma bo'limi ham bir xil, faqatgina TESda biroz oz yoziladi. Ozgina farqi bor. Shunaqa TESda. TES IELTS singari Toshkentda bo'ladi faqat. Qisman Xorazmda ham bo'lib turibdi ora-orada.
TS sertifikatini turklar oladi. Konuşma bo'limini ham inson bilan gaplashasiz. Kompyuter bilan emas, notebook bilan emas. Shunaqa hisoblanadi yani. Xo'p, TSni qanaqa qiyin taraflari bor desangiz, majburiy ballarga e'tibor qaratishingizni xohlayman. Majburiy ball dinlama uchun 6, o'qima uchun 8, yozma hamda konuşma uchun 16 balldan ikkalasidan. Yozmadan ham 16, konuşmadan ham 16 ball majburiy balli bor bulardi. Xo'p, bu nima? Bo'limlar orasida, ya'ni sertifikat olish uchun ballingizdan tashqari eng kam shuncha ball bo'lishi kerak qo'lingizda. Agar birortasidan bir ball tushib qolsa ham sertifikat bo'lmaydi. Qayta tushuntirib o'taman narxigacha. Demak, sefir hamda TS haqida umumiy tushuncha o'tib ketdi. Imtihon turi. Ikkalasida ham multi-level. Multi-level ko'p bosqichli degani ballingizga qarab sertifikat beradi. Imtihon sanalari har oyda bo'lyapti. Sefir turk tili, ya'ni 2025-yilda yozdan tashqari, yozdagi 3 oydan tashqari har oyda bo'lyapti. Xo'p, TS esa yilda 3 marta. 3 marta bo'ladi. Yanvar oylari adashmasam. Imtihon sanalari, aniq sanalari 14-dekabr hamda 12-yanvarda tayyor bo'ladi bu onlayn guruh hozirdan boshlasa. Hop, TS uchun 26-yanvar, 12-may hamda 21-sentyabr, ya'ni bir haftadan keyin TS'larda imtihonlar bo'lib o'tadi. Yilda 3 marta bo'ladi, har yili o'zgarishi mumkin, 4 marta bo'lishi mumkin. Narxlari haqida solishtirsak, sefir 565 ming so'm yangilangan summasi, hozirgi kunda 565 ming so'm to'laysiz. TS esa 80-100 dollar atrofida to'lovi bo'ladi. 80 dollar, 100 dollar. Ballar sistemasi eng muhim joyi shu. Sefir uchun 38 ball bilan B1, 51 ball bilan B2, 65 ball bilan G1, ya'ni C1 sertifikati olasiz. TS 46 dan 70 gacha B2 beradi. 70 hamda 100 orasi C1 sertifikati beradi. TS'da B1 sertifikati berilmaydi. Endi majburiy ball nima degani? Maksimum 25 balldan beradi. Siz tasavvur qiling, imtihonda 3 ta blokdan 25 dan oldingiz, imtihonga kirdingiz. 3 kora 25 necha bo'ladi? 75 ball bo'ladi. 75 ball oldingiz. Bitta bo'lim, konuşma, istagan bo'lim, masalan, konuşmadan yoki yozmadan 16 olmadingizda 15 oldingiz, 1 ball kam oldingiz majburiy balldan. Qo'shamiz 15, tenglik bo'ladi, 90 ball bo'ladi. 15 90 ball chiqadi. 90 ballni mana bu yerga olib kelasiz. 70 bilan 100 orasida turadi, ya'ni 90 ball bilan arkadaşlar sertifikat ola olmaysiz. Chunki 1 ball tushib qoldi. Eng kami dinlamadan 6, o'qimadan 8, yozmadan 16, konuşmadan 16 olsangiz 46 chiqadi. 46 ni mana bu yerga olib kelsak, sertifikat olasiz. 90 bilan ola olmaysiz. Majburiy ball shunaqa. Bo'limlar orasi ham o'tish ballari bor TS'da. Shu jihatidan qiyinroq. Mukofoti bu qo'shimcha. Hozirgi kunda mukofot bor. Har qanday xorijiy til o'qiganga, misol uchun sertifikatingiz bo'lsa, magistratura, doktoranturada yoki bakalavriatga kirishingiz mumkin. Yoki eng kami oyligingizga qo'shimcha 20%. Agar xorijiy tillarda ish bersangiz 50% ustama qo'shish mumkin. C1 olsangiz TSda to'lovingiz qaytariladi. Manzillari sefir har bir viloyatda bo'ladi. Farg'onaliklar uchun Ekocity'da bo'ladi. Faqat yana Toshkent shahar Yunusobodda bo'ladi. O'zbekistonda bitta joyda bo'ladi. Imtihonlarimiz shulardan iborat. Kimnidir maqsadi TS, kimnidir maqsadi sefir bo'lishi mumkin. Kimnidir TS, kimnidir sefir, lekin shu narsa kutyapti bizni.
Agar imtihon yuzasidan savollaring bo'lsa, umuman qanaqa savol bo'lsa, guruhga yozib qolishinglar mumkin. Darsdan keyin bitta-bitta javob beraman. Uyg'onib qolsa savol, guruhga yozib qo'yinglar. Darsdan keyin bitta-bitta yoki orada javob berib ketaman. Imtihon ya'ni bizni mana shu sistema kutmoqda. Kimnidir tesi, kimnidir sefir. Ikkalasiga ham bir xil o'qitiladi grammatika. Ikkalasiga ham bir xil o'qitiladi. Shulardan iborat bo'ladi. Birinchi bo'lim darsimiz sefir haqida tushunchasini berdim. Endi savol berishdi guruhga. Assalomu alaykum, xalqaro sertifikatni nomli. DSH xalqaro sertifikat dunyoga o'tadi. Sefir milliy sertifikat O'zbekistonga o'tadi. Lekin O'zbekiston ichida sefir olasizmi, TS olasizmi, aylis olasizmi farqi yo'q. Bir xil kuchga ega. O'zbekiston tashqarisida. Xo'p, endi boshladik rasmiy darsimizni. Imtihon haqida tushunchasini berib bo'ldim. Yana savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Demak, har bitta til alfabetdan boshlanadi. Alfabetdan boshlaymiz. Alfabet. Ketdik arkadaşlar. Birinchi bo'lib farqlarini tushuntirsam, unsiz farqlari, ya'ni undosh farqlari o'zbek hamda turk tili o'rtasida. Bir xildan 29 tadan harf bor, lekin farqlari ozgina. Undoshlardan 5 dona farq bor, unlilar shundoq ham farqli. Birinchisi S harfining ilmoqchasi bo'lsa, bu Sh. Ch harfining ilmoqchasi bo'lsa, bu Ch harfi. Agar mana bu harf o'zi kelsa, ya'ni ilmog'i yo'q bo'lsa, bu S emas, ingliz tilidagi K emas, doim J talaffuz qilinadi. J, ya'ni oddiy J talaffuz qilinadi. Bundan keyin Coca-Cola emas, jo'la bo'ladi, ya'ni. Buni hisobiga haliganda C1 yo'q turk tilida, C1, C2, G1 deb ataladi bu. Oddiy G. Mana bu J-chi, bu harf J. Kirlikda J tariqasida talaffuz qilinadi. Misol uchun Yaponiya emas, Japoniya. Demak, ilmog'i yo'q bo'lsa, bu J harfi, oddiy biz J esa bu J harfi, Japoniya. Undosh harflar. Eng katta undosh harfi bu bizdagi G'da. Tili bilan, ya'ni undoshlar o'rtasida. G harfimizda. Buning ismi turkcha oti yumshoq G, ya'ni yumshoq G'ning yumshatilgan shakli, ya'ni uchta joyda farq bor o'zbek tili bilan. Birinchi farqi o'zbekcha yozilgan bu birinchisida g'oz, g'or, g'ayrat so'zlarini ko'rib turibsizlar. Turk tilida hech qachon so'zning boshida kela olmaydi G harfi. So'zning boshida turk tilida hech qachon G harfi yo'q. Ikkinchi eng asosiy farqi shu yerda, ikkinchisida, ya'ni so'zning o'rtasida kelsa qanaqa holat yuz beradi? So'zning o'rtasida kelsa 90% holatda G o'qilmaydi. G tushib qoladi. G o'qilmaydi, tushib qoladi. Misol uchun, o'rgatmen o'rinchi ko'rinishda talaffuz qilib o'qiladi. O'rgatmen o'rinchi ko'rinishda o'qishimiz kerak, mana. G tushib qoladi. G'ning bu yerdagi vazifasi o'zidan oldingi unlikni, ya'ni o'zidan oldin kelayotgan unlikni biroz cho'zib o'qish bilan, o'ni cho'zib o'qish. O'rgatmen o'qituvchi, o'rinchi esa o'quvchi bo'ladi. O'qilishi mumkin emas o'g'retmen, o'g'renchi yoki G ga almashadi kimdir. O'g'retmen, o'g'renchi qiladi. Xato. Bu G 100% tushib qolishi kerak. O'g'retmen hamda o'g'renchi ko'rinishi tushib qolishi kerak. Xo'p, so'zning boshida G harfi kela olmas ekan, so'zning o'rtasida kelsa ham o'qilmas ekan, so'zning oxirida kelsa majbur o'qiymiz. Ular da hamda baxt kalimalar.
Daq hamda yaq so'zlari. Ya'ni o'zbek tilida tog' yog' deb ataladi bu. Ya'ni o'zbek tilida urg'u g'ga tushsa, turk tilida sekin tepadan pastga qarab pasayib boradi. Daq hamda yaq ko'rinishda o'qiladi. Undosh farqlari asosan shu. Ya'ni eng katta harf bu g'dagi farq. Bu ham o'rtasida kelsa hech qachon o'qilmasligi. Bitta narsa aytib o'taman. Bitta so'z bor. Doim tortishuvlarga sabab bo'ladi. Yozaman hozir. Mana bu so'z. Hozir aytdingiz ustoz, g'a tushib qoladi, deyildi. O'qilishi deyil. Deyil. Deg'il emas, deyil qilib o'qiladi. Ya'ni g'a o'qilmaydi bu yerda. Bu yerda y harfiga almashmayaptimi g'a degan savol tug'iladi. Yo'q. G'a yga almashmaydi hech qachon. E bilan i'ni, e hamda i harfini o'zini o'qib ko'rsangiz ham shunaqa talaffuzda chiqadi. Eyi chiqadi. Eyi. O'rtasida majburiy y oltirasiz. Demak, bu yerda g'a tovushining g'a undoshining aloqasi yo'q. G'a hech qachon yga almashmaydi. To'p qolsa to'g'ri bo'ladi. O'qilsa xato. Deyil degani emas degani. Unli farqlari esa o'zbek tilida arkadaşlar 6 dona unli bor, lekin xili yo'q. Turk tilida esa 2 xil unli bor, 8 dona. 2 xil unli bor, 8 dona unli. Ular qaysilar? Qalin hamda inji unlilar. Qalin hamda ingichka unlilardan iborat. Qalin unlilar a, o. Mana bu harfga to'xtalib o'tsam, turk tilida hech qachon o harfi yo'q. O ko'rinishi talaffuz qilinmaydi. Doimo o harfi chiqishi kerak. O. Talaffuzda o yo'q. Ismim Bekzod, turklar Bekzod deydi. Yoki o'rmonlarda o'rmon deydi, ya'ni o'rmon deydi. O'tel ya'ni. Hech qachon o qilib talaffuzda chiqmaydi. Xuddi shunaqa ko'rinishda. A, o, o hamda u ko'rinishda talaffuz qilishingiz kerak. A, o, u hamda u. Ingichka unlilar esa biroz cho'zib talaffuz qilinadi. Qalin unlilar cho'zilmaydi. E, i, u hamda u ko'rinishda talaffuz qilishingiz kerak. Xo'p, a bilan e zotan farqli. Mana bu i'lar. Mana bu tepadagi o, kirlisadagi 61. Mana bu i. Tagida esa kirlisadagi mana bu i. Bittasi o, bittasi i. Mana bunisi o, tepadagi, tagidagi. Tushuntirish uchun aytaman, ko'proq ayollar aytishadi, nuqtali, ya'ni mana bu o'di. Deymiz o'zbek tilida. Xuddi shu cho'zib o'qiladi. Ular esa oson. U ko'rinishda biroz cho'zib o'qiladi. Demak, tepasida nuqtasi bo'lsa ingichka unli, nuqtasi bo'lmasa qalin unli. Bu unlilarni hali darslar davomida takrorlab hali praktikaga ketamiz. Qisman tushirish shunaqa. Bu yerda esa har bitta so'zlar uning o'qilishlari ketilgan. A harfiga oxirigacha ketilgan. Yaxshisi buni darsdan keyin bir qator tahlil qilamiz. Oxirida vaqtingiz yetib qolsa, ya'ni. Endi kitobga bir qator kitob bilan tanishtirib kelib, kitobimiz Istanbul eski versiyasi bo'ladi. Faqat buni o'zimga moslashtirilgan variantim bo'ladi. Tashlab beraman buni. Bugun qochilganda. Mana bu kitob. Istanbulni eski varianti. Yangilangan versiyasi. Nima uchun yangi Istanbul emas? Chunki turk tili o'rganuvchilar uchun eng ideal kitob bu Istanbul. Istanbullar ichida eng ideali eski Istanbul. Xo'p, Istanbul.
ochib ko'rmaysiz. Demak, alfabetni mana ko'pchilik ko'rinishi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hozirgi alfabetimiz. Asosiy undosh farqi g'da ekan. Qolganlari deyarli farqli. Mana bu j harfi ekan. Bu s emas, k emas. Bunisi ch. Bu esa sh. Mana buni talaffuzi esa j ekan. Asosan shu. O'linadi a desa aytib o'tdik. Bunlar shu farq. Eng katta xatolik g'ni o'qib qo'yish deb hisoblayman o'zim. Ag'ach emas, ach ko'rinishda o'qiladi. Ach, ag'ach emas. Shu ko'rinishda. Yoki mana o'g'retmen qilib o'qilishadi, xato qilib tushirib o'qilish kerak. O'retmen ko'rinishda, o'retmen ko'rinishda o'qilish kerak. G'da. Alfabet asosan shular arkadaşlar, boshqa farqi yo'q. Yana bitta narsa bor. Ma'lumot berib ketaveray. Turk tilida yozilish qoidasi ingliz tili bilan deyarli bir xil, o'zbek tiliga o'xshab ulab yozilmaydi. Ya'ni bosma shaklda, harflar orasi ochiq shaklda. Ya'ni qandoq ko'rsiz kitobda, shundoq pochta, ya'ni yozmada yozishingiz kerak. Boshidan shunaqa boshlasangiz, 2 oy yoki 2 yarim oy davomida o'qisangiz, oxirida imtihonda qiynalmaysiz. Ya'ni ulab yozish mumkin emas o'zbek tiliga. Shuni hisobiga mana bu harflar ham bosma shaklda, ham yozma shaklda shu. Yozma shaklda yo'q ya'ni. Ingliz tili bilan bir xil bu joyi. Ingliz tili bilan xuddi shunaqa. Xo'sh, endi keyingi mavzuga o'tsam. Keyingi mavzuyimiz tanishuv hamda salomlashish mavzusi. Tanishuv va salomlashma arkadaşlar. Muomala madaniyati ya'ni muloqot. Tanishma va salomlashma. Ketdik. Salomlashmani ko'ramiz, tanishmani ko'ramiz, tilaklar, birlikda konuşmalarni ko'rib chiqamiz. Kitobdan ham ko'ramiz, slayddan ham ko'ramiz. Doimo. Hop, salomlashma. Birinchi salom turimiz bu merhaba. Ya'ni salom degani. E'tibor beringlar, merhaba deb o'qiganim yo'q, merhaba deb o'qiyapman. Sababi ularning speakingida h harfi o'qilmaydi. Faqat merhaboda shunaqa. Merhaba yozaverasiz, merhaba deb o'qishingiz kerak. Qoidasi shu. Xo'p, keyingi salom turimiz assalomu alaykum. Alaykum salom. Xo'p, assalomu alaykum hamda alaykum salom hisoblanadi. Assalomu alaykum o'zbek tilidagi assalomu alaykum. Alaykum salom esa va alaykum assalom alaykum. Xo'p, O'zbekistondagi dominant salom turi bu assalomu alaykum bo'lsa, Turkiyadagi dominant salom turi bu merhaba hisoblanadi. Bu degani merhaba, assalomu alaykumdan ustun degani emas. Assalomu alaykumni kinolarda ko'rgansiz. Juda ham kam insonlarga, ya'ni o'ta xizmatga sazovor insonlarga, hurmat qilgan insonlargagina assalomu alaykumni qo'llashadi. Merhabani esa hamma joyda qo'llashingiz mumkin. Keyingisi. Xo'p, nasılsın? Nasıl qanday? Sinsan. Qalaysan ma'nosida keladi. Nasılsın? Qalaysan o'zbek tilidagi. Mana shu joyida bitta narsa so'rashadi doim. Turklarda sizlash yo'qmi? Bor, nasılsınız desa bo'ladi. Lekin nasılsın desa, ya'ni qalaysan desa, sansirasa hech kim xafa bo'lmaydi. O'zidan kattasi ham, kichkinasi ham. Ya'ni nasılsın bobo desangiz, o'zbekcha tarjimasi qalaysan dada ma'nosida chiqadi. O'zimizda qalaysan dada deb ko'ringchi. Deya olmaysiz. Desangiz ham yarim yo'lda boshingizga nima kelishini ko'rasiz.
Xo'p, ya'ni nasılsın, nasılsınız, ya'ni sizlash bor, lekin ko'proq nasılsın qo'llash. Xo'p, nasılsın qalaysan ekan? Iyi. Bu yaxshi degani. Iyiyim. Yomon, yaxshiman degan. Iyi yaxshi, iyiyim yaxshiman. Ko'tu bu yomon ma'noda. Ko'tuyim yomonman degan. Tizginim, jahldorman. O'zi rasmdan ham ko'rib turibdi. Iyiyim yaxshiman, ko'tuyim yomonman, qizginim, jahldorman mana shu. Bu esa nasılsın bilan doimo yangi boshlaganlar almashtirib qo'yadigan so'z nerelisin so'zi. Nereli, qayerli, san, qayerliksan. Nasılsın esa qalaysan deb. O'zbekistonliyim, o'zbekistonlikman. Urdunluyum, urdunlikman. Turkiyaliyim, turkiyalikman. Peruluyum, perulikman mana shu keladi. Ya'ni xo'sh, misol uchun Ferganaliyim, Marg'ilonliyim ketaveradi. Marg'ilonlik holatda keladi. Xo'p, tashakkur ederim. Rahmat eng katta turi bu, eng keyin tarqalgan turi. Tashakkur ederim, rahmat. Rica ederim, arzimaydi ma'nosida keladi. Tashakkur ederim, rahmat. Rica ederim, arzimaydi. Tilaklar mavjudku. Birinchi tilagimiz gunaydin. O'zbekchasi xayrli tong. 5 dan 11 gacha aytiladi. Vaqti bor. Misol uchun nemis tilida guten morgen, guten tag aytiladi-ku vaqtlarda. O'zbekistonda xolos vaqtida aytamiz. Yani O'zbekistonda vaqt yo'q. Turklarda esa vaqt bor. 5 dan 11 gacha gunaydin, ya'ni xayrli tong. İyi günler. Xayrli kun ma'nosida keladi. 11 dan 5 gacha. Xayrli kun. İyi akşamlar. 5 dan 9 gacha aytiladi. Xayrli oqshom ma'nosida chiqadi. İyi akşamlar. Xo'p, iyi geceler. Xayrli tun 9 dan 5 gacha aytiladi. 5 dan 11 gacha gunaydin o'qiladi yana. Shu tariqasida aylanadi yani. Xo'p, xush geldin, xush bulduk. Atamalar xush geldin, xush ko'rdik degan. Özür dilerim. Chiqib turibdi ma'no, kechirim so'rayman, beni affetdingmi? Meni kechirdingmi? Shu ma'noda chiqadi. Lütfen, iltimos degan. O'zbekchasi. Çok yaşa. Sog' bo'l. Çok yaşa. Sog' bo'l. İyi dersler. Yaxshi darslar ma'nosida chiqadi. İyi bilan ko'p tilak bildirishadi. İyi dersler, misol uchun, iyi yo'lchiliklar, ya'ni iyi so'zi bilan yaxshi so'z. Tebriklar. Tabriklar degani. Geçmiş olsun. Katta tilagi geçmiş o'tmish olsun qolsin, ya'ni o'tmishda qolsin ma'nosida chiqadi. Xastanadagi xasta, ya'ni kasalxonadagi kasalga nisbatan geçmiş olsun atamasini qo'llashimiz kerak. Mutluliklar. Baxt ma'nosida keladi. Baxt tilayman. İyi yo'lchiliklar. O'zbekchasi chiqib turibdi. O'zi oq yo'l ma'nosida keladi. İyi yo'lchiliklar. Buni yozib olish shart emas, shuning uchun tezroq o'tkazyapman. Kitobda ham bor. Kitobni ham tashlab beraman. Bol shanslar. Omad yor bo'lsin. Shans bu ruscha so'z. Omad ma'nosida keladi. Omad yor bo'lsin. Endi mana gaplar holatda o'tdi. Doğum günün kutlu olsun. Tug'ilgan kuning, doğum günü degan tug'ilgan kun degan, qutlug' olsun, muborak bo'lsin. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin. Mutlu yillar atamasi baxtiyor yillar ma'nosida kelyapti, ya'ni mutlu yillar, baxtiyor yillar. Konuşma bo'limiga keçamiz. O'tamiz, ya'ni hozirgi o'rgangan tilaklarimiz hamda konuşma qoidalari, konuşma madaniyatini endi o'qib ko'ramiz. Kim o'qiydi? Qo'lini ko'tarsa mikrofonini ochaman, o'qib tarjima qilib beradi. Ko'p o'qiydiganimiz, ya'ni o'qishni istaganlar bormi?
Xo'sh, ismingiz yo'q, Saturn turibdi lekin. O'qing, xush keldingiz. O'qiysizmi? Mikrofoningizni oching. Ha, merhaba Ali. Merhaba, benim adım Ali. Senin adın ne? Tarjima qilishim kerak? Bitta o'qib oling, hammasini keyin tarjima qilasiz. Ömer. Benim adım Ömer. Ali. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ali, Tarjimasi. salom. Salom. Mening ismim Ali. Sening isming nima? Hop, Ömer. Mening ismim Ömer. Memnun oldum, ya'ni xursand bo'ldim ma'nosida. juda Adashmasam? juda yaxshi. Keyin ben de memnun oldum. Men ham xursand bo'ldim. Juda yaxshi, zo'r qoyil sizga. Hop. Keyingisi suhbatlarimiz ko'p. Obidjon Tilavoldiyev degan o'quvchi qo'l ko'taryapsiz ekan. O'qing. Selamun aleyküm. Alaykum assalom. Fatma, nerelisin? Merve, ben Türkiyeliyim. Sen nerelisin? Fatma, O'zbekistonlıyım. Tarjimasi. Fatima, qayerliksan deb so'rayapti Mervadan. Merva, ben Turkiyalikman. Sen qayerliksan deb so'rayapti. Fatima, men O'zbekistonlikman deyapti. Juda yaxshi, rahmat sizga Obidjon. Aha. Hop. Keyingisini kim o'qib turadi? Kim o'qib ko'radi? Nasılsın so'rog'i ekan. Xo'sh, Muslimaxon. Xudoning. Selam aleyküm. Alaykum assalom. Selam Mehmet, nasılsın? Selam Mehmet, qalaysan? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Yaxshimi? Rahmat. O'zing qanaqasan? Ben de iyiyim. Men ham yaxshiman. Juda yaxshi. Teşekkür ederim sizga. Xo'p, shu bilan tanishma darsi ham tugadi. Kitobga borsak, kitobda ham berilgan. Kitobimizda birinchi o'zi tanishmadan boshlangan so'zlardan. Merhaba, salom degan, günaydın, xayrli tong, iyi günler, xush kelding, iyi akşamlar, hoşça kal. Hoşça kal deganiga tilaklar. Endi shunday yozib olsangiz bo'ladi. Tilaklardan bitta o'qib beraman. Yaxshisi bittadan mashq bajartirib ketsam, keyin unga boraman. Xo'p, demak, tilaklarni tarjimasi asosan mana bu so'zlar qo'llaniladi tanishma hamda salomlashmada kitobda. Senin adın ne? Senin ismin nima? Benim adım Ali. Benim ismim Ali. Nasılsın? Biroz oldin sizlar aytgan ko'rdik. Qalaysan? Ma'nosida keladi. Teşekkür ederim. İyiyim. Rahmat. Yaxshiman ma'nosida keladi. Nerelisin? Qayerliksan? Japoniyaliyim. Yaponiya emas, bu. Japoniyaliyim. Memnun oldum. Xursand bo'ldim. Ben de memnun oldum. Men ham xursand bo'ldim. Agar birorta turk sizga umuman turklar bilan tanishayotganingizda memnun oldum qo'llashingiz kerak. Ya'ni xursand bo'ldim degani. Uni javobi ben de memnun oldum. Men ham xursand bo'ldim deyishingiz kerak. Bo'lmasa xato bo'lib qolish mumkin. Hoşça kal degani yaxshi qol, güle güle bay bay. Ya'ni xayr ma'nosida keladi. Asosan shular ishlatiladi tanishuvda. Bu esa slaydda ko'rganlarimiz dialoglar. Xo'sh, mana bu mashqni qilib ko'ramiz. O'zingizlar yozasizlar guruhga, men o'qib turaman. Sherigini yozasizlar. To'g'ri yozinglar. Görüşmek üzereni sinonimi görüşürüz ekan, ya'ni o'rnida stirga qo'yib qo'yibdi. Merhabaniki qaysi? Ya'ni birorta inson sizga merhaba desa, siz qanaqa javob berasiz?
Bu yerda tushundim. Ben de güle güle merhaba, rica ederim, iyilik. Ahmet, iyiyim yana. Hoş bulduk atalar turibdi. Guruhga yozinglar. Qaysi biri bo'ladi? Yaxshi, Obidjon Tilavoldiyev, to'ppa-to'g'ri merhaba atamasi qo'llaniladi. Teşekkür ederim. Ya'ni rahmat degani edi. Teşekkür ederim. Unga qanaqa javob bo'ladi? Sinliyim, ben de güle güle rica ederim. Ahmet, iyiyim, hoş bulduk cavoblaridan qaysi biri bo'ladi? Teşekkür ederim. Yani rahmatni sinonimi. Demek jufti. Juda yaxshi, rica ederim bilan. Teşekkür ederim, rahmat, rica ederim arzimaydi mana shunday keladi bu yerda. Hoşça kal. Biroz oldin ko'rdik, slaydda ham ko'rdik. Hoşça kaldagi qaysi bo'ladi? Sinliyim, ben de güle güle. Ahmet, iyiyim, hoş bulduk javoblari qoldi. Hoşça kaldagi juda yaxshi, yaxshi qoldiki, xayrdiki, xayr, güle güle bo'ladi. Memnun oldum. Xursand bo'ldimda sherigi qaysi? Sinliyim, ben de iyilik, Ahmet, iyiyim, hoş bulduk javoblari qoldi. Juda yaxshi, memnun oldimdiki, ben de bo'ladi. Nasılsın? Qalaysan? Ne jufti. Bunga qolyapti chinliyim, iyilik, Ahmet, iyiyim hamda hoş bulduk javoblar. Nasılsın juft? To'ppa-to'g'ri iyiyim javobini juft qilib oldik. Yaxshi. Nerelisin? Qayerliksan? Chinliyim, iyilik, Ahmet, hoş bulduk. 4 ta javob qoldi. Nerelisin desa chinliyim qilib juftlayapti. Juda yaxshi, xitoylikman deyapti. Ne xabar? O'zbekchasi nima gap degani, naber ya'ni ko'rinishda kelyapti bu. Naber. İyilik, Ahmet, hoş bulduk javoblari qoldi. Juda yaxshi, iyilikni oldik. Oxirgilar hoş geldin. Xush kelding degani o'zbekchasi. Ahmet hamda hoş bulduk. Juda yaxshi. Oxirgisi senin adin ne? Bitta javob qoldi. Senin adin ne? Benim adım Ahmet qilib tugayapti. Hammaga rahmat. Xo'p, keyingi mashqni ko'rsak, 9-mashqni ko'ryapti. Tanishma salomlashmadan. Bu yerda savol berishimiz kerak, holatiga qarab. Yana guruhga yozamiz. To'g'ri bo'lsa to'g'ri javobni o'qiymiz. Timo aytayapti, "İyi akşamlar" ko'rinishda. Ayşe nima degan bu yerda? Timo "iyi akşamlar" deyapti. Misol uchun yo'lda kelyapsiz, sizga birorta inson "iyi akşamlar", ya'ni xayrli oqshom desa, siz ham nima deysiz? Juda yaxshi javob. "İyi akşamlar" deb so'ragan Ayşe, keyin "iyi akşamlar" javob kelgan. Timo aytayapti, "Benim adım Timo, senin adin ne?" deyapti. Yani ismini aytayapti Timo. Ayşe qanaqa savol bergan? Ki benim adım Timo deyapti Timo. Judayam yaxshi. Senin adin ne degan Ayşe. Xo'p, Ayşe senin adin nedan keyin nima deb javob beradi bu yerda? Timo so'rayapti, senin adin ne deyapti Ayşe'ga. Ayşe to'liq qilib qanday javob beradi? Ayşe aytadiki, Timoga nima deydi? Benim adım Ayşe, juda yaxshi. Nasılsın deyapti Ayşe. Nasılsınga javobi agar Timo yaxshi bo'lsa, aytayapti yaxshi bo'lsa, qanaqa javob berish mumkin? Nasılsın javobidan keyin Timoni savolidan keyin Timoni javobi juda yaxshi, iyiyim javob bo'lyapti. Sen nasılsın deyapti bu yerda. Ben de iyiyim deyapti. Timo aytayapti bu yerda, ben de memnun oldum. Men ham xursand bo'ldim. Ayşe nima deganki? Timo ben de memnun oldum. Men ham xursand bo'ldim deb javob aytyapti. Juda ham yaxshi, qoyil. Memnun oldum qo'llabdi. Xo'p, Timo aytayapti, "Ispaniyaliyim, sen nerelisin?" deyapti. Ayşe qanaqa savol bergan?
Juda ham yaxshi. Nerelisin sog'lig'i, ya'ni qayerliksin degan. Oxirida xayrlashuv istaganimizni qo'yar ekanmiz. Yo'q, sen nerelisindan keyin Ayshaning davlatini topasiz. Aysha qayerlik? Oyisha. Ya'ni Aysha. Qanaqa ism bu? O'zbekistonlik. O'zbekistonda u emas, u bo'ladi. Aysha ko'proq bu holatdan ko'ra, ya'ni Turkiyaga ko'proq o'xshayapti. Turkiyaliyim desak, juda ham yaxshi bo'ladi. Keyin Timo. Aysha aytyapti, gule deb, Timo qanaqa xayrlashgan? Juda ham yaxshi, xushchaqal. Yoki tepadagi ko'rishmak üzere atamalarini qo'llasangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda tilaklar 4-mashq, keyingi mashq moslashtirishimiz kerak. Bu tarafda tilaklarning nomi, raqamlar bilan moslashtirishimiz kerak. O'qiyman, tarjimasini aytaman, faqatgina raqamini Xo'p. Demak, birinchi boshladik. Afiyat olsun. Yoqimli ishtaha. Raqamni o'zini yozsangiz bo'ldi. Afiyat olsun. Tayyor turishdi ekan. Nechinchi rasm afiyat olsun? Agar bilmasangiz daftarga yozib keting tarjimasini. Afiyat olsun. Yoqimli ishtaha, ya'ni 8. Juda ham yaxshi. İyi dersler. Yaxshi darslar tilagi. Nechinchi rasmga moslashamiz? İyi dersler. Juda ham yaxshi qoyil, to'g'riga moslashtirar ekanmiz. Bol shanslar. Ya'ni omad yor bo'lsin deyapmiz bol shanslarni. Nechinchi rasm deb o'ylaysiz bol shanslarni? Yo'q. 7 emas bol shanslar. 7 xato. Bol shanslar, omad yor bo'lsin. Xato ketyapti hammada. 6 ham emas. Juda ham yaxshi, bir javob ketdi, ya'ni birinchi javob. Lotereya-ku bir. Bol shanslarni qo'llaymiz. Tebriklar. Tabriklar. Tebriklar. Tebriklar. 9 deyapsiz. Yo'q, inson biror joyda bitirsa, ya'ni biror joyni bitirsa, mezun bo'lsa turkchasi ko'proq 9 ni qo'llaymiz. Buni qo'llamaymiz. Tebriklar. Tebriklar. Necha? Juda ham yaxshi. Tebriklarga 7 ni oldik. Xo'p, cho'k yasha. O'zbekchasi sog' bo'l. Cho'k yasha. O'zbekchasi sog' bo'l degani. Bunga necha? Cho'k yasha. Juda ham yaxshi. 5. Inson kuchkurganda yoki aksirganda cho'k yasha atamatsini qo'llaymiz, sog' bo'ldi. Lütfen. İltimos degani. O'zbekchasi lütfen. İltimos. Nechini qo'llab ko'ramiz lütfenga? Yo'q, 12 ni emas. 12 boshqa narsa turibdi bu yerda. İltimos. Lütfen. Juda ham yaxshi. 10 javoblar to'g'ri, ya'ni iltimos. Özür dilerim. Kechirim so'rayman. Özür dilerim. Qaysi javobda bu? Kechirim so'rayman. Özür dilerim. Juda ham yaxshi. 12 gullar bilan kechirim so'rayapti bu yigit. Xotini bo'lsa nozlanyapti. Xo'p. İyi geceler. Xayrli tun. Xayrli tun. 11 ga o'xshayaptimi xayrli tun? 2 javoblari to'g'ri. Xo'p. Geçmiş olsun. O'tib ketsin. Bu dardlardan qutulgan atamasi. O'tmishda qolsin. Atamasi necha? Juda ham yaxshi. 11. Mutlu yillar. Baxtiyor yillar. Aytdik mutlu yillarda qachon qo'llash? Yangi yilda, tug'ilgan kunda, to'yda. Yeni yil doğum günü düğünde mutlu yillarda qo'llaymiz. Demak, necha ekan? Mutlu yillarga juda ham yaxshi. 9 ni qo'llar ekanmiz. Xo'p, tamam. Tamam o'zbekchasi, inglizchasi okey degani. O'zbekchasi tushunarli. Xo'p, bo'ladi, mana shunday keladi.
Tamom, necha ekan demak? Judayam yaxshi. 3 javobini qabul qildim. Xo'p, oxirgisi I yo'lchiliklar nechi qoldi o'zi? Oq yo'l. I yo'lchiliklar oq yo'l ma'nosida keladi o'zbekchasiga. Judayam yaxshi, qoyil. 6-chi rasm bu yani. Tarjimasi bilan judayam yaxshi bo'ldi. Xo'p, bu esa moslashtirish, bu esa o'qish, dinlama. Dinlamalarni bu proba dars, bepul dars ya'ni yopiq guruh ochiladi. Shularga tashlab beraman vazifa tariqasida. Kitoblarni chiqartirib olgandan so'ng qog'oz variantini dinlamasini yechib qo'yiladi. Bu yerda ham 13-betda ham listining bor dinlamasi. Demak arkadaşlar, hop. İmtihon haqida tushuncha berildi. Alfabet o'tildi. Tanishma salomlashma o'tildi. Tilaklar o'tildi. Oxirgi bo'lim qolyapti. Savol-javob. Bugungi dars yuzasidan, umuman turk tili yuzasidan tilda qanaqa savol bor? Istasangiz guruhga yozing, istasangiz mikrofoningizni ochaman, qo'l ko'tarsangiz og'zaki ayting. Farqi yo'q. Istagan savolingizni bering. Javob berishga tayyorman. Offline darsingiz qancha? Narxi 400 ming. Kitoblari, materiallari hammasi markaz tomonidan bepul beriladi. Offline'da o'sha 400 ming ichida. Lug'atingiz bormi? Uygacha kitobingiz bormi? Dars kitobingiz bormi? Hammasi katta holatda A4 formatda beriladi. Kamilaxon savol beribdilar. Dars yaxshi. Orada men internetim ishlamay qoldi, ba'zi joylarini eshitmay qoldim. O'zi onlayn darsda yagona afzalliklardan bittasi darsni yozib olish mumkin. Ya'ni video dars orqali darsimiz nuqta virgulgacha boshidan beri yozilyapti. Darsdan keyin, o'chirganimdan keyin tashlab beraman video darsini. Onlaynchi degan savol ketdi. Onlayn narxi 300 ming. Notebook bo'lishi kerak ekan. Ha, iloji bo'lsa telefondan ko'ra notebook yaxshiroq varianti dars qilishlaringizga. Lekin telefonda ham CV olgan odamlarni ko'rdim. O'zi aslida sertifikat olish uchun yoki biror nima o'rganish uchun onlayn yoki offlayn ta'limning farqi yo'q. Yani 500 talab o'quvchilarning sertifikat olib magistr bo'lib ketishi. Ta'limning farqi yo'q, qanaqa olishini. Shunaqa darajada nimaga kelganman xulosaga. Onlayn yoki offlayn farqi yo'q. Insonni o'ziga bog'liq. Onlaynda ham o'sha ta'limni berasiz, offlaynda ham o'sha ta'limni berasiz. Offlaynda afzalligi yuz-yuzga bo'ladi, ya'ni ko'rib turib gaplashasiz. Shu farqi. Yani insonni o'ziga bog'liq. Demak, bu guruh birinchi dars uchun xolos arkadaşlar. Faqat bitta dona dars o'tiladi, ya'ni bugun bu yerda. Videosini tashlab qo'yaman. Darsdan keyin. Guruhga kimlar olinadi? Oldin ham aytgan, e'longa ham aytganman. Bu yerda qadaliq ham turibdi.
ikkita shart bor. Birinchisi to'lovni amalga oshirish, ikkinchisi tilxat yozib berish. Tilxat nima uchun? O'ziz uchun. Ya'ni onlayn ta'limda jazo berish imkoniyati yo'q. Misol offlayn bo'lsa, so'kasiz, yuziga qarab boshqa narsa qilasiz. Onlaynda jazo berish degani yo'li guruhdan chiqarib yuborish. O'sha uchun kerak xolos, o'ziz uchun. Demak, darsdan keyin karta tashlayman guruhga, o'shaga to'lov qilganga guruh ssilkasi hamda tilxatni shablon tashlayman. Qog'ozga chiroyli qilib yozib bersangiz, nima deb yozasiz? Ya'ni darslarni vaqtida qilmasam, sababsiz kirmasam, guruhdan chiqarib yuborishingizga roziman deysiz. O'zingizni tartibga ushlab ya'ni o'qishimda albatta birinchi o'rinda tartib, intizom, keyin dars. Tartibingiz yo'q, intizom yo'q joyda dars bo'lmaydi. Ya'ni rivojlanish bo'lmaydi. Tavsiya qilaman. Rahmat, tilaklar uchun yorqinay. Sizning ham yo'lingiz yanada bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Yana kimda qanaqa savol bor? Bo'lsa berib oling. Imtihon turlari haqida savol kutgandim. Kurs davomiyligi haqida savol kutgandim. O'zbeknusda tezda narxini so'raymiz. Eng kami mana soha mana bunaqa. Magistraturaga qanaqa sertifikatim o'tadi degan savol kutdim, lekin yo'q. Bunaqa savollar yo'q. Demak, savollar yo'q bo'lsa, bosh keling. Ulandi-yu, ulanmoqda deyapti. Ket yaxshi emas deganmidi? O'zbek tilidan shuncha xato bo'ladi. Demak, tushunishim bo'yicha ulanilmay qolgan. Demak, ha, internetdan bu. Internet yaxshi joyda. Demak, haftada bir kun o'tsak ham bo'ladimi? Darsmi? Iloji yo'q, uni 3 kun o'tiladi dars. 3 kun dars. Ekologiya bo'lish kerak bo'lsa qachon tugaydi-yu? Yo'q, tushunmaslar. Har kuni dars bo'lmaydi. Haftada 3 kun bo'ladi. Seshanba, payshanba, shanba, kech payt 9 da. Unda vazifa qilishga ulgurmaysiz, uspet qilmaysiz. Kuniga taxminan bir 150 ta, eng kami, o'rtacha deylik, 150 ta so'z yodlashingiz kerak. Konuşma, speakinglar bo'ladi darsda, dars davomida, dars bilan birga. Unga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Uyga vazifa kitobingiz bor. Unga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Bir kunda o'rganasiz. Turk tili o'qiyotgan 90% va undan yuqori insonlar arkadaşlar, hammasi magistratura uchun, doktorantura uchun yoki bakalavr uchun o'qiladi. Shu 3 ta shart. Bo'ldi. Menga savollar bormi? Bu yerda ajoyib savol kelyapti. G1 daraja uchun kurs davomiyligi qancha bo'ladi? Ya'ni necha oy? Ustoz sifatida ayta olamanki, barcha darajalar uchun, ya'ni bitta narsa aytib o'taman. Turk tilida, umuman tillarda A1, A2, B1, B2, C1, C2 grammatik darajalar bor.
C1, C2. Auditoriyaga savol. Shu darajalardan A1, A2, B1, B2, C1, C2 darajalardan kimga qaysi daraja qiyin? C1 bilan C2 bu sertifikat darajalar emas. Grammatik darajalar, kitoblar. Ya'ni hozir A1damiz. Bu yerda savol bor ekan. Necha foiz o'quvchilar sertifikat oladi bir kursni tugatgach? O'ylantiradigan savol. Xo'p, o'rtacha 100% natija, bu qiyin natija, to'g'risi yolg'on bo'ladi. 90% dan yuqori oladi. Ishonmasangiz kanalim bor, o'qigan o'quvchilarim bor kanalda. Kanalga shunday lichkan bosib o'tsangiz, natijalarim degan bo'limlar turibdi. Mana shu yilda o'zida Xudoga shukr 500 tadan oshiq natija qildik. Shu turk tili bo'yicha. Bir yilda. Hali yil yakuniga yetgani yo'q. 2025 tugagani yo'q. Hali 4 oy bor. Xo'p. Ya'ni C1 uchun degan savolga C1 uchun, B1 uchun, B2 uchun men bir xil dars beraman. Savol degasi kim edi? Savol yo'qolib qoldi. O'ziga bog'liq o'quvchini C1 yoki B2 olishi. Yaxshi. Savollar yo'q bo'lsa yakunlayapman. Hammaga rahmat. Ketkizgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Inshaalloh darslarda kutaman. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız arkadaşlar. Güle güle. Kendinize iyi bakınız.